O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2025-yil 6-dekabr kuni Denov tumanida Surxondaryo viloyati hokimi o'rinbosari ishtirokida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi Surxondaryo viloyati vakili Rasuljon domla Abdullayev boshchilik qildi. Surxondaryo viloyati Denov tumani Said Muhammad Shayx Attor Vali masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda Surxondaryo viloyati vakilligi rahbariyati, tuman bosh imom xatiblari hamda otinoylari, shuningdek, Denov tumanidagi masjid imom xatiblari, noiblari, otinoylar, Haj 2025 ziyoratchilari va mahalla raislari taklif qilindi. So'ng tumanlar bosh imom xatiblaridan tarkib topgan ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berildi. Quyidagilar ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Birinchi yo'nalish imom xatiblar hamda otinoylar Haj 2025 ziyoratchilarini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga faol jalb etib, har bir mahalladan kamida 5 ta oilaga kirish. Ikkinchi yo'nalish O'zbekiston musulmonlari idorasi Surxondaryo viloyati vakilligi mutaxassislari tomonidan imom xatibning nizom asosida masjidni boshqarish faoliyati, masjidning moliyaviy holati hamda hujjat yuritish ishlarini yaqindan o'rganish, maslahat va ko'mak berish. Uchinchi yo'nalish peshin namozi vaqtida masjidga kelganlarga dolzarb mavzuda ma'ruza qilib berish. Shu maqsadda ishchi guruh a'zolari Surxondaryo viloyati Denov tumanining 15 ta masjidi hamda 15 ta mahallasiga biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi xotin-qizlar bo'limi tomonidan shahar tumanlar bosh otinoylari va hoji onalar bilan birgalikda o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. Tadbir doirasida amaliyoti nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. Surxondaryo viloyat hokimi o'rinbosari bilan hamkorlikda bir nafar imkoniyati cheklangan oilaga kirilib, ko'ngil so'raldi, moddiy yordam ko'rsatildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar, shu bilan birga otinoylar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan Haj 2025 ziyoratchisini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlariga kirib, u yerda yashayotganlardan hol-ahvol so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar, taklif, fikr, mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 6 toifaga mansub 90 ta oilaga, otinoylar 4 toifaga mansub 20 ta oilaga, umumiy hisobda 110 ta oilaga kirib, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. 10 ta xonadonda jazo muddatini o'tayotgan hamda yot g'oyalar ta'siriga moyil bo'lganlar bilan yurtimizda olib borilayotgan islohotlar borasida suhbatlashildi. 17 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Ularni qiynab kelayotgan savollarga javob berildi. Ruhiy va ma'naviy barqaror bo'lish yuzasidan tavsiya va maslahatlar berildi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 63 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi, sovg'a-salomlar berildi, moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylarni jalb qilgan holda ehtiyojmandlarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Ular orasidan o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Denov tumanidagi Muruvvat, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internat uyga tashrif buyurilib, O'zbekiston musulmonlari idorasi va Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan 2 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari hamda kundalik foydalanish uchun anjomlardan iborat jami 20 million so'mlik xayriya yordami ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatibi faoliyati o'rganildi. Jumladan, nizom asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga yurtimizda bo'layotgan xayrli ishlar, mehr-oqibat va shukronalik fazilati, tinchlik va osoyishtalik qadri va masjidlarni obod qilish kabi dolzarb mavzularda ma'ruza qilinib, 1650 nafardan ortiq namozxon qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Denov tumani imom xatiblarining ma'naviy-ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Surxondaryo viloyati tumanlar imom xatiblari ish samaradorligini oshirishga qaratilgan ishchi guruhning keyingi faoliyati Oltinsoy tumanida o'tkazilishi rejalashtirildi.